Nexia 3 bo'lsin, avtomat bo'lsin degan aka-ukalarimiz uchun mana bitta avtomati, bitta mexanikasi 2017-yilda ishlab chiqarilgan, barcha ishlari qilib qo'yilgan avtomatimiz keldi. Buni narxi vobshe bomba bo'ladi. Aka, bu narxini nech pul qo'yib qo'yamiz? Narxini 7000 demaymiz. Aha. 6800 demaymiz, 6,5 o'tasiz, tamam. 6,5 ga kelib xarid qilib ketasizlar, 17 avtomat. 2019-yilda ishlab chiqarilgan, barcha ishi qilib qo'yilgan mexanika ravonimiz keldi. Buni narxini 6,5 beramiz. bu ham 6,5. 6,5 o'tasiz, tamam. 6,5 beramiz. 2020 mexanika. bu, ha. Shu kun keldi bu narxi. O'sha uchun men yilini bilmay qoldim. Rangi ham ne bilsa rangda 40 ming dollardan chiqadi. Ha, narxi 7000 dollar olib ketaman, rasmadaja. Rasmadaja. Keyingisi. Nexia 2. Shuna 3000 dollar. 3000 dollar. Yana 10000 yurgan, hamma ishlar bo'lgan Pro Ultra lisensiya. 5200. Volna Radnoy. Lubovita ustoga. 3 mexanika Spark, hamma ishlar bo'lgan 4600. 15 barcha ish bo'lgan 4600. Mana 1000 dollar bilan bitta pasport 19 model Sparkchamiz. Go'zal oladi. Ko'rasizlar. 3700 mana Sparkchamiz. 6200 Sparkimiz. Mana 2000 dollar olib ketilgan tamom. Kiloga taroziga tortib beramiz. Taroziga 2000 dollar bilan. Mana 4000 dollarga Nexia'miz Pro Ultra 15. Mana 1000 dollar olib ketilgan tamom, rasmadaja. Bu tomonda ham ko'p turli xildagi avtomobillarimiz bor. Ko'pchilik bizning manzillarda shat manzilimiz mana Buxoro shahridan kelaverishda, birinchi Qarsoga bormasdan turib G'or kafeni ro'parasi. Qarako'l tomondan kelishsa, mana birinchi kollej qarshisida o'tsa ham Qarmashada o'ng qo'lda joylashgan. Natif aka-ukalarim, barchalaringizni Jondor Lider avtosalonga taklif etib qolaman. Matiz'ni yili yangisidan bo'lsin degan aka-ukalarimizga 2017 Matiz'imiz kelgan. Narxini bor-ku, vobshe bomba qilib beraman. 3000 dollarga kelib olib keting, 70 mingta yurgan metallar hamma ishlari qilib qo'yilgan. Kelaverasizlar. Barchalaringizni Jondor Lider avtosalonga taklif etamiz. Obuna bo'lib, like bosib, kommentariyada o'z izohlaringizni yozib qoldiringlar. Biz sizlarga chiroyli videolarni ko'rsatishda davom etamiz.